Xalq niyat va xolislik, mehrli qo'llar, muhabbat qalblarning eng yorqin nuqtasi Shirin tushlar. Shirin tushlarning reallikdagi sahnasi, mayirlarning samimiy bayonlari va shahla korxonchilarning sehiy mardligi dal mush yerda. Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar va shahla naq maydonidagi tomoshabin do'stlar. Ixlos Shirin tush programmasi, men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Shirin tush programmasi Shinjang televiziya stansiyasi bilan Urumchi Elbi madaniyat tarqatish e'lonchilik shirkati birlikda ishlagan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil ishchisidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzu armonlari uchun maydon hozirlash va shunaqla ahamiyatli orzu g'oya egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxona taraqqiyoti xalqning qo'lishi sifatli mas'uliyat va shunaqla samimiy mulozimatdan amalga oshadi. Xalqdan elib, xalq qaytirish har bir korxonchi madaniyatiniki eng yorqin jilasi va shunaqla iste'molchilarning umididir. Oldi bilan men Shirin programma gruppasidagi barliq ish xizmatchilar va shunaqla barliq maylar nomidan barliq maylarning ahamiyatli orzu g'oyalar uchun sehiy qo'llarini suvatgan barliq korxonchilarga alayda tashakkurimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, undaqda programmamizni boshlashdan burun nabiy programmamizga qatnashgan aziz mehmonlar va shahla korxonchilarni bir tunishtirib o'tsam. G'ayratjon Osman apandi qarshi olamiz. Ixlos kasbiy taraqqiyot chek shirkatining bosh injeneri Erkin Ismoil apandi qarshi olamiz. Mehmetjon Abdukarim apandi qarshi olamiz. Urumchi Mag'rib suv chek shirkati miros kiyimchiligining lideri Qamariddin Mantuli apandi qarshi olamiz. Nurali Asqar apandi qarshi olamiz. Olimjon Jaloliddin apandi qarshi olamiz. Qarshahar Yosinjon yemaklik chaylik shirkatining lideri Yosinjon To'xta apandi qarshi olamiz. Ablat Yasin apandi qarshi olamiz. Lutfulla Azad apandi qarshi olamiz. Mirabibullah Salay apandi qarshi olamiz. Yosinjon Muhammad apandi qarshi olamiz. Abduqodir Mijda apandi qarshi olamiz. Yusufjon To'xta apandi qarshi olamiz. Abdusami Ablat apandi qarshi olamiz. Abdul Aziz apandi qarshi olamiz. Ablat Abdulla apandi qarshi olamiz. Xush kelibsizlar apandilar. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, undaqda Shirin tush programmamiz hozir rasmiy oldi boshlandi. Endi undaqda sahnimizda Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum naqmaydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar. Ko'ryapsizlar, Ixlos Shirin tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Hammalarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehrli qalblardan muhabbat izlab kelgan mahirlar uchun, shundaqla ahamiyatli orzu armonlarga hamdamda bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan Shirin tush programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Oldi bilan programmamizning qoidasini tushuntirib o'taman. Oldi bilan Shirin tush egisi sahnimizga chiqib o'z talantini ko'rsatib bo'lgandan keyin o'zining orzu armonlarini ko'pchilikka so'zlab berdi. Undan keyin Shirin tush egisi men bilan aziz mehmonlar bilan shundaqla korxonchilar bilan suhbatlashdi, fikr almashtirdi. Fikr almashtirish jarayonida korxonchilarimiz agar bu Shirin arzu armon Shirin tushlarni ahamiyatga ega deb qarasa, ularni qo'llaydiganligini bildirsa, albatta qizg'in qarshi olamiz. Undan keyin Shirin tush mahiri Shirin tush markaziga qadam qo'ydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'st va naq maydondagi 15 nafar korxonachi bilet tashlash orqali Shirin tush egasining tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash o'tkiliga o'tish o'tmasligini belgilaydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimiz har biraylan birdan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga. Bizning korxonchilarimiz har biraylan 10 dan biletni tashlash va voz kechish huquqiga ega. Jami bilet 300 bo'lib, agar Shirin tush egasining bilet soni 240 dan oshsa, undaqda u muvaffaqiyatli holda tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash o'tkiliga o'talaydi. Ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga o'tgan mahirlarga to'rda, telefonda, undidor salonlarda bilet tashlash orqali qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Oxirida program guruhimiz bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlaydi. Bilet tashlash qatnashgan televizor ko'ruvchi do'stlarmi, program guruhimiz ta'minlagan esin mukofotlardan bahramlandi. Bilet tashlashdan burun va'da qilingan yordamlar ijro qilindi. Bilet tashlash faqatla Shirin tush egasining ahamiyatlik
arzu egisini tanlash o'tkiliga o'tish o'tmasligini belgilaydi. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasidan Ürümçi Elbi Medeniyet Taraqqiy e'lon çekish şirkati birlikda ishlagan Plus Şirin tush programmasi. Keldim. Salam do'stlar, aranglarda bo'lay deb keldim. Qo'linglardan qizil gullar puray deb keldim. Qancha kecha ko'rib kelgan shirin tushlarning tabirini o'zinglardan so'ray deb keldim. Yaxshilarning soyisida huzurgoh qayda. Sizlarning mo sayanglarda qunay deb keldim. Odam bo'lmoq oson emas, unutilmaydigan umr bo'yi ko'ngillarda qalay deb keldim. Yo'li to'la haqiqiy bir inson bo'lishning o'z-o'zimni men shu yo'lga salay deb keldim. Onasi men 15 nafar miyib farzandning. Shular uchun jonni fido qilay deb keldim. Savob ishlab shu ishlarni ikki dunyolik ashularning yirtig'ini yamay deb keldim. Yo'qini deb yaxshilarning himmatlaridan o'zlarining onasidek qaray deb keldim. Shular uchun oltin tagoq sizlardan bo'lsa, chochlarini kunda tarab turay deb keldim. Bo'lsa agar oltin sapliq paltislardan, shular uchun qishda o'tin yaray deb keldim. Bekar emas do'ngdan qo'ray terib yurgunim, shular uchun gulxon bo'lib yanay deb keldim. Sizlar olqish urgan ishning oxiri oltin, turar joyi bular jazman saray deb keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qarshimiz. Sizningki hozir deklamatsiya qilgan she'ringizdinla qandaqdir bir ahamiyatli ish qilayotganligingiz, mehr muhabbatlik safarga otlanganligingiz bilinib turdi. Oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum barliq korxonchi do'stlar va tomoshabinlar hammanglarga oliy ehtirom. Men go'zal diyor G'uljidan O'rik yurti Jilizdan keldim. Qandaq yaxshi ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Bir yildan oshdi, 1,5 yil bo'lib qoldi. Endi o'zimning bir bolasi menga paralish shu sababdan endi butunligi uydagi bolalar bo'landi, ota-onasidan yetim qolgan bolalar bu dunyoda yolg'iz emas. Bizdek onalari bor ham dodlar bor. Shuning uchun men o'zimning bir o'g'ilni turtki qilib bu mehr muhabbat yiplab yaslisini qarorda bu yaslini ochdim desammi bo'ladi. Bir yasli ichiyapsiz, shundaqmi? Bu yaslidagi bolalar baysiz deb o'tgandek ota-onasi yo'q bolalar shundaqmi? Endi buning ichida yetim bolalar bor, egachisi yo'q. Ondan keyin ota-onasini ajrashib ketganlar bor. Ondan keyin mo'minning qo'lida qolgan bolalar, ham ota-onasi bor bolalar bor-da. Endi ataqliq yaxshiz uchun biz Mehmetjon Rashid akamning bir navrisi mening qo'limda. Endi o'sha sakinlik chiqishimning sabab doktorxonada yetib qolgan bo'lsinmi, meniki shu she'rin tush programmamizga qatnashishimga madad bergan Mehmetjon ustozimiz ham otimiz doktorxonadan tezroq yaxshi bo'lib chiqishini chin dilimdan umid qilma, rahmat sizlarga. Bayqi she'rni Muhammadjon Rashid apandimiz yozib berdi, shundaqmi? Shuni naq yurakka tegibdi-da. Shundaq yaxshi yozilgan she'r ekan. Albatta sizga o'xshash bizmi Muhammadjon Rashid apandim ham shuningga o'xshash xalq uchun yozayotgan, xalq uchun kuyayotgan shoirlarimiz, shoiralarimizga, to'kibkorlarimizga salomimizni yo'llaymiz. Ularga salomatlik tilaymiz. Shuning bilan bir vaqt yana bir so'raydigan savolim. Muhammadjon Rashid apandimga salomingizni yo'llab bo'ldingiz. Undaqda sizning she'rin tushingiz nima? Mening hamda she'rin tushim mushu bolalarningki turadigan muqim o'rni bo'lsa, ondan qaraydigan muntizam bir yasliga o'xshash o'sha miyib bolalarningki qaraydigan o'rni bo'lsa deb o'ylayman. Endi o'zim jaboliq tirish orqali 4 moya ip qo'ydimda. Endi uyda bo'lsam ham er ham ona ayoldek ikki vazifani ustimga olganda, shuning uchun o'sha bolalarga
Özümningli balısımız bütün şu dünyadaki meyip balla, anısız, atısız kalan ballağa yarıylık buluş məqsidi açtın dep desem oldu. Sizning yasliringizdagi balalar asosan hammasi meyip balalarmi undaqda? Özünün acıdan çıkamaydıgan balla. Ha. Hammasi ashta balalarmi? Hammasi açtaq desem oldu. Endi men ichish jarayonida ütüşke endi haqiqatan mas keldigan balalarım var da bunun içinde. Meyipla mektebiga 4 nafar balam ötdü de. Men üçün bir alohida bir turtgidek bo'lib o'yladim o'zimma. Mushunchalarni mushunchalik tarbiyalab, endi maktab yuziga endi meyipla mektebi bo'lsa-mu, akraldim deb o'yladim. U yasliringlarda siz birla odammi yoki yordamchingiz bormi? Endi meniki menga yordam qilayotgan Shamsiya deb bir o'quvchilik bir qiz bor, o'qituvchi qiz. O kız asaslık cihetten işte meningki qiyinchiliklarimni ko'rib, haq olmay degidek aşı balaga ders verdi de. Onundikin bir Xotamda o'qib kelgan bir qiz bor, Railam deb chapchanliq. O qiz bu ni ko'rib, to'xta eshak bir berib baqay deb kelib, haqsiz menga mush balalarni o'zim bilan tang ulabdi. Endi salomatligini asli keltirib, %100 haqlar qitilib ketalmagidek bo'lsa-mu, lekin o'zining ojididan chiqsa deb o'ylab, endi qarsam xil yaxshi balalarning ahvolini. Shuning bilan bu qizmo mushkamgacha yatayning yag'iman naqtalab qilib baqmadi. Endi meninglar tang qirqat yub, balalar qarshıdigan bir ayol bor, uningga endi bermasam bo'lmaydi, 1000 so'mdan berma. Qog'imni mushkamgacha berib bo'lamadim deb o'ylayman. Unda sizning besimingizni xeyli ig'irga, odatdagi balalar bog'chisi yaslilardimi? Balalarni tarbiyalash, balalarga qarash shunchalik tas deb qaraymiz hamdi. Endi shu meyib balalar, shu balalarimizga qarash, ularning oldin xabar ilishning qanchalik tasligini shundan tasavvur qilib bo'ladi. Haqiqatan shunchalik jafo tortibsiz. Endi boy dedingiz, to'tmo, ya'ni tayyorlab qo'ydim dedingiz, a? U ya'ni sitib ilib, mush balalar uchun tayyorlab qo'ydingizmi? O'zim endi bizniki qora 2 modada. Endi bu qoraga balalarni akirishga apsiz. Shuning uchun endi bu qorani setib etib, ashning o'rniga 4 mo, endi keng ko'lamlashgan qilib 4 mo yeyib qo'ydim. Unda o'zi endi biz sizga nima qilib bera olamiz? Endi mening demoqchi bo'lganim, endi shu yaslini silish jarayonida menga oz bo'lmagan xarajat ketmaydi. Shuning uchun bu korxonchi do'stlarning meni yaqindan qo'llab, quvvatlab, shu balalarning ham turdigan yerini muqim qilsam, hamma jihatdan ko'lamlashgan, muntazam qilsam deb o'ylayman. Pokiz, balalarning shart-sharoitini yaxshi qilsam, yotoqlarini undan qilsam deb. Endi asos jihatdan bu balalar mening uyimdan ketmaydi emasmi? Hatto quruvaytda akvatgan balalar bor, mushkamgacha uyga olib boqmadi. Şunun atamına tavsiye qildiğim ayda bir ektemisimi endi kelib ko'rib balalarni halan qanday turibdi deyishni chin dilimdan so'rayman. Balalar bizning nazarimizda kichik ishini bilmaydi degan bilan ular mehr muhabbatga muhtoj bo'ladi, o'z ota-onasini ko'rishni orzu qiladi. Garchi ular har xil kasalliklar giribdor bo'lgan, meyib bo'lgan bo'lsa-mu, meningcha hatto o'zining xudini bilmaydigan balalarmi ota-onasining yeniga kelganini sezoladi, mehr muhabbatni his qila oladi deb qarayman. Shuningdek, sizning tavsiyalaringizga men qo'shilaman. Mana shundoq bizning mehr muhabbatga muhtoj bo'layotgan balalarimizga oldi bilan mehr muhabbatimizni, saxovatimizni eng oldi bilan ana shundoq farzandlarga berishimiz kerak deb qaraymiz. Shundoq bo'lishiga tilakdoshmiz. Sizning qilayotgan ishingiz bek ulug' ishkan, bek ta'sirlandim. Demak, orzuyingiz shu balalar uchun pokiza, yo'ruq, ozoda bo'lgan bir yaslini qurib chiqish. Ko'pchilikning mush jihatda, bo'lib iqtisodiy jihatda shu binoni qo'pirib chiqish uchun yordam qilishini umid qilsiz shundoq. Asosligi endi shu, to'lisiga bu balalarniki o'zining ochidan chiqarmagan ekan, menga kunda turmushinimiz oz ketmaydi. Masalan, shu zok ishlatsam, bir kunda 15 balaga 3 bolaq zok ketadi degan gapda. Azan oldin desamma 50 so'm bilan bu zok bitadi menga. Shuning uchun barliq qarindoshlarning
Bana yakından yardımda olup, çıkıp bir ayal bulsam mı, analık hem atılık burcumunu ada qilsam deb o'ylayman. Rahmat, aferin sizga. Bu ahamiyatli ish. Endi cemiyetimizde hamma odamninki 5 a'zosi sog'lom, tetik, jo'shqin bo'lib ketishi notayin. Muhabbat salohiyatiga o'xshash va boshqa yana nurg'un, oq ko'ngil, samimiy kishilarimiz, vijdonli kishilarimiz bor. Mushular bu meyib kishilarni xorlandırmay, azab uqubat qo'ymay, ularni yana o'z qo'yniga elib, yaxshi tarbiyalab ketyotdi. Va boshqalarga mushu balanga ega bo'l yoki iqtisodiy jihatdan bizga belgilik yordam qil deb ulardan talab qilish kerak. Bu xil talab qilish ham bizninki axloqiy talabimiz ham qonuniy talabimiz bo'ladi. Agar bagalanda jafoliq qilib ular yani shunday adamlikdan deb gapiraversa yuk ig'irlab ketadi. Ularmi shu balni topgandan keyin shu yukni tan ko'tarib berish lozim. Rahmat ma'lum. Siz masalan mush bizning bugungi programmamiz orqali o'zingiz turayotgan shu joydagi yoshlarimizni fidoyi qabul qilsangiz bo'ldi ekan deb o'ylab qoldim. Vaqti bo'lgan yoshlarimiz, endi sizga vakolatan men shuni tashabbus qilay, vaqti, zehni, fursati bor yoshlarimizni bizning shu bolalar yaslisiga berib, beka vaqtimizni fidoyilik qilib, mehr muhabbatimizni shu bolalarga yetkazishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yoshlar harakatga kelib, bolalarimiz uchun azroq ish qilib beraylik. Sizden ümitindeki 100 milyonu teklifte sizge 5 milyon bilen 2 yıllıkça şu ballarının yuyunuş cihetindeki mesuliyetlerini sizi temelleyin. Rahmat sizge. Bizning tabassum shirkati sizningki shu bir meyit ballar uy soldi ekansizku. Shu uyingizga selishingizga 5 ming yuan naqd pul bilan yordam qiladi. Undan sirib shu uyingizni sep bo'lgandan keyin to'nglatqu, kiralg'u, masalan, kirish uchun qilishimizmi? Undan keyin televizor, undan keyin bol pishirish mashinasi degandek bir turkum butun mahsulotimizdan bir turdan beramiz. Haqiqatan sizga qoyil bo'ldik. Bizmi doktorxona nomidan sizga 5 ming yuan iqtisodiyotdan yordam qilamiz. Rahmat. Sizin alıqqa avvallar məktəbə ötən 4 balığınız əxliq oxumda, siz oxumda? Haqsiz. Ana olsa ben əxliq oxub qap qalsa, bizning o'qish mukofot pulini başına pulsini berayli degan. Əxsiz bo'lsa o ketaversin. Men shirkat nomidan sizga qurilishiga 5 ming yana qilay. Andan keyin o yazıldaqcha ichimlik lozim bo'ldi emasmi bolalar qancha ish qilganga biz men urlashtirib oyma-oy yetkazib turadigan bir ishni qilay bir shirkatimizning har qaysi ichimliklardan bolalarga ta'minlab qilaylik. Endi men jiqqa qilmay, endi shu qurilishingizga biz karvon to'rnamidan biz 5 ming so'm yordam qilamiz. Endi bizning Ihson yaxshilik shirkatimiz sizga qilib beraydigani bizning zavod G'ulji Qo'rg'osda endi sizning ash yeslininki bundan keyingi Ihson yaxshilik shirkati mavjudlan bo'lsa sizning yeslingizni shu bolalarning yemeklik meva bilan ta'minlashni bizning shirkatimiz o'z ustiga oldi. Rahmat sizga. Belki balalarınız meyip buluşu mümkün, kesel ağırlık buluşu mümkün. Lekin bularını biz terbiyeligichilar bilim bilen terbiyeleyimiz, kasb bilen terbiyeleyimiz. Undaq bo'ldikan, sizga mening qildig'inim 10 ming yuan qimmatidagi balalar kitoblari, rasm sizish, balalar cho'ychaklari, balalarning tilini chiqarish, shundan birga balalarningki mushu har xil sohada tarbiyalangan universal kitoblardan 10 ming yuanlik gap beray. Rahmat sizga. Şu ballarni meningcha sizning yoningizda bo'layotgan shu o'qituvchilar orqali universal safosini yaxshiroq qilib, bilimli qilib tarbiyalasak, kelgusida ular qog'i keladigan odamlar bo'ldi. To'g'ri. Sizga rahmat. Qayda shirkatimiz sizningki shu ballarningki 1 yillik shu tertib sohasida bizning qayda mahsulotlarimiz bilan 1 yil ta'minlaymiz. Rahmat. Yana sizmi shu qurilish boshlagandan keyin bizmi borimiz, endi davomli sizga qurilish boshlagandan keyin chuqur yordam qilishni xohlaymiz. Biz Mujassam elektron chekish shirkati shirkatdagi barliq xizmatchilar nomidan sizlarning shu oldidagi qurilishinglarning yaxshi tamomlanishiga tilakdoshlik bildiramiz. Ham shu qurilishning barliq elektr
ya'ni to'q yo'li ahlilashtirish, ya'ni to'rlashtirish ishlarini hammani haqsiz qilib beramiz. Ada u yaslininki rasmiyatini bijirib oldingizmi, bijirmadingizmi? Endi iltimos qildim, tehi o'z oldim boshqa tasdiq tehi kamidida. Endi amallashadi deb o'ylayapman. Endi bundachu bu hozir shu hukumatninki yaslilarga qo'ygan talablar qattiq. Endi bunga qo'lni silib, uni o'lchamli bir yasli qilish uchun cho'qim hukumat organlarininki o'lchamlashgan rasmiyatlarni bijirish kerak-ku. Endi men sizga nima ish qilib olayman deganda, birinchisi sizga rasmiyat bijirishda yetakchilik qilib, birga mengish biray. İkincisi yaslini boshqarish jihatda. Biz Xotanda bolalar yaslisi qurdik. Biz mush yaslini boshqarish jihatda dars material yetkazib biray. Anandan dastlabda mush mang'uzish uchun yaslini yaxshi o'qitishlar qo'shini bo'lmasa olmaydi. Mush o'qitishlarni qabul qilish, dars o'rinlashtirish jihatda men o'zim bir qo'lliq yordam qilay. Oxirida bolalarning psixikasini doim muhim. Men o'zimningki bir psixikadagi bo'lish salohiyatim bilan her ayda bir qitim berib bolalarga psixika ders so'zlab bolalarning psixikasini ro'yijati xushalligini asli keltirish uchun o'zimni to'pisni qo'shay. Hozir so'rab boqsam, bu hozir qanchalik ko'lamda qilmoqchi? 4 moy yadingiz qanchalik ko'lamda qilmoqchi uni? Mencha endi hozir bolalar ancha bek chiqib bo'lmagan ekan. 15 nafarda endi keldigan sirtning bolalari telefon qilyotdi. Ularni 9 joyning biriga o'rlashtirdim. Endi shu o'zimniki hozir ko'z qarashim bir qavatlikmi, ikki qavatlikmi? Ikki qavat qilsak bolalarga absiz bir qavat. Bir qavatlik. Endi bu tarbiyalash tarafdan. Chunki bu miyib bolalar psixik tarafdan tarbiyalashga nihoyat intil. Bu tarafda sizning o'ylaganlaringiz bormi yoki bu tarafda qanday? Mening hamda o'ylaganim bu bolalarni asosiyatini men o'zim ham tarbiyalab baqdimda, ko'rib baqsam 2 oy jarayonida o'zining hojidan chiqamaydi desam bo'ldim bolalar. Unda mushta qarsam 4 bola hamda hozir tartin sharat do'sima menga uftirdi. Hamda shuni qarab bu bolalarni tarbiyalasa cho'qim o'zining hojidan chiqadi deb o'ylayman. Hamda meningcha bo'lsa bizning ma Urumchidagi yangi taraqqiyot rayonida sizdek bir ulug'vor ana hamda Xansu ayol o'zining bolasi mushtaq miyib oldidan ananikin sizga o'xshashlar mushtaq bir miyib bolalarni tarbiyalash bir maktab qilgan. Buni ko'rishgan bizmi? Hamda anlagan, hamda ko'limi sal cho'ngroq o'xshaydi. Hamda bu ayol bilan agar siz mush tarbiyalash markazini bir mayli bolalarni ularga shu nima tarafdan yordam qilish bo'lsin, yoki psixik tarafdan tarbiyalash bo'lsin, mush tarafdan maslahat olaman, tajriba almashtiramiz desangiz, buningga ko'rishtirib qo'yishga men bir aloqalashib yordamlashib bersam bo'ldi. Hamda uningdan sirt ham sizning bu qildigan qurilishingizga bizning Lombo mablag' sirf guruhidan 20 mingga yordam qilasiz. Voh, rahmat. Sizning qo'lingizdagi yetim yesir bolalarning kichigi necha yosh, cho'ngi necha yoshdi? Kichigi 2-20 yosh, cho'ngi 5-20 yosh. Siz qarasam 15 yetim bolaning onasi ekansiz. Endi bu dunyo mehr muhabbat bilan to'lgan. Bu yetim yesirlarni egi chaqisi yo'qlarga qarash sizlam emas, butun jamiyatning mas'uliyatida. Hukumatning qo'llayotdi-da, o'sha amin qurilishini o'sha sizlarga bersak deb biz iltimos qilib bizga berdi. Biz qilmagan ishni siz oshinda g'alati turib qilib kelibsiz. Sizlarga bizlar emas butun jamiyat, hatto partiya, hukumatmi mehr muhabbatini bildirdi, g'amxo'rligini bildirdi. Shunga bizning Sabila shirkatimiz Qashqar Aytga ixlos tanlab vazirimiz shirkat birlashib sizga 20 ming yuan naqd pul yordam qiladi. Endi qilgan ishingiz yaxshi ekan. Shuning bilan endi oxir kelib bu ishniki oxir chiqmay qolmasin. To'g'ri. Endi qurilishga biz Shinjang ixlos shirkati bilan Ulkar shirkatidan 50 ming yuan yordam qilamiz. Rahmat sizlarga. Barliq yetim miyib bolalar nomidan sizga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Her darajalik partiya hukumat bizningki xalq ishlar tarmoqlari mana shundaq yordamga muhtoj kishilarga izchil turda bizni yo'llab qo'ying. Qani undaqda Sherin Tush markazimizga marhamat.
bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Rahmat. Qani karxanchilarimiz. To'liq nomor. Shunday qolganda sizning bugun erishgan umum nomeringiz 281 nomor. Muvaffaqiyatli holda ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichimizga qadam qo'ydingiz. Muborak bo'lsin. Hammalarga rahmat. Bütün vücududan anılık nehir tökülüp durgan, ismi cismiga layık muhabbet hanımның meyip balalar üçün töylegen bedelleri ve özünü unutup barlığını ata kılışları kalbimizni larziga saldı. O şerinchi sahnesiga xuddi Mehmetcan Raşidin efendi yazgandek 15 nefer sabiy bola üçün gulxon kabi yong'in keldi. Bu xil jasorat ve muhabbetga qoyil bo'lgan korxonchilarimiz o'zlarining himmat qo'llarini keng ochdi. Har qachon yordamga tayyor ekanligini bildirdi. Her derecedeki partiya hükümet organları ve cemiyetdeki akgöngül kişilerinin yardımı bilen Muhabbet Hanım şundakla o beqivatkan meyip ösmirlerge saadet ve hoşallık mengü yar bolgay. Ekran aldırki ve şahlar naq meydandaki qadirli körmen dostlar. Biz növbette İxlas Şirinç programımızdaki taleyli körmeni talap çıkmakçı. Qani çoğun ekran merhamet. Çoğun ekran aylansın. To'xtsin. Taleyli körmenimiz bolsa 151 99 Şerinçüş 80 43. Mübarek bo'lsin, biz bu taleyli körmenimizni Şinjan Mujassam elektron çekiş şirketi ta'minlagan to'g'ri chiqish televiziya kanallarını qabul qilish, barmoq diska va har xil chatma saqlag'ichdagi hujjatlarni o'qish va 10 mingdan ortiq Android app'larini qo'llash iqtidori saplangan Mujassam markasidagi to'rt televiziya qutisi bilan mukofotlaymiz. Cho'ng ekran yana bir qitim aylansin. To'xtasin. Yana bir taleyli körmenimiz bo'lsa 135 65 Şerinçüş 57 01. Mübarek bo'lsin, biz bu taleyli körmenimizni Şinjan Karvon to'ri ta'minlagan 200 yuan qimmatidagi qimmat ulug'lash kartasi bilan mukofotlaymiz. Mübarek bo'lsin. Programımızda mukofotli qism uchun faoliyati boshlandi. Telefoningizni qo'lingizga iling va arzu armon ahamiyat egada qolgan Mahirning raqami oldiga 10 qo'shib 106 26 619 yo'llar. O'ynab boqmagan katta mukofotlar sizni kutmoqda.
olğuç ustazlar, assalomu alaykum ekran oldidagi tomoshabinlar, güzel Aksu diyardan kelgan Ayzba Qahir damanlarga o'tli salom. Ben bu şirin çuprağımızı qatnaşqanda intayın xo'jaman. Meni qo'llab kelayotgan ota-onamga, suyimlik ota-onamga va ustozimga ko'pdan-ko'p rahmat. Men sizlarga bir ko'pni she'r kelgandim, o'qib bersam ruxsatmi? O'zim kichik, so'zim kichik, men bir echilgan nozik chechak, o'qimaganlar pichak, uning o'ti doim uchak. Rahmat. Deydigan gap tugdimi? Tayyorlab kelgan gaplar tugdimi? Ha. Endi men gap qilaymi? Ma'qul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qancha yosh kirdingiz? 5,5 yoshga. Ismingizni nima dedingiz? Ayzba Qahar. Ayzba. 5,5 yosh kirib, mushunda yomon bo'lib ketdingizmi? Ha. Ha? Kim o'rgatib qo'ydi sizga bu sehrgarlik mahoratini? Ma'lum. Ma'lummi? Siz shu o'zingiz yurtingizda shu sehrgarlik kursi ochgan ma'lumda o'rganyapsiz yo uyingizga kelib ayrim o'rgatib qo'yatamdi? Ma'lumda o'rganyapman. U ma'lumingiz o'zimizda kurs sehrgarlikni tarbiyalaydigan bir maktab ochganmi? Ha. Ashak berib o'rganamsiz? Yo'q, uyga keldim. Unda bo'lsa 5-20 yosh kirsangiz maktab kirmagansiz-a? Yo'q. Siz otroq po'chimi nima? Yo'q. Bek po'chi bo'lsangiz buldikajimi bek yomon ekansiz siz. Oboy qilmayishtiringiz ankin har bir sehrgarlik numarini ko'z bo'lganda oldingda bir men qo'ydigan yer bek olmoqkanmidi. Unda bo'lsa sizning orzuyingiz nima? Mening orzuyim men sehrgarlikni o'rgangan 2 yil bo'ldi, lekin ma'lum xizmat yo'tkilib ketganki o'rgatib qo'yindi shuning bo'ldi o'rgangan. O'rgangan shuning bilan sehrgarlik texnik chiqib bir serik numarda eng yaxshi bo'laman. 2 yil oldimi o'rganganlik 3-20 yosh vaqtingizdan boshlab o'rganganmi? Nimdoq aqllisiz, oshchoqda o'rgatsa bilalamdingiz? Qolgan ma'lumotingiz yo'tkilib ketgandan keyin siz shu plastinka sinalg'u plastinkalarga qarab, televizorga qarab anda o'rgandingizmi o'zingiz? Bek yomon ekansiz-mi? Uyingizdagilar bak qo'llaydi ekanda, opingiz dedingiz, a? Ha, opam mashinchilik o'qish kursida o'qish orzuyapti, lekin opam meni sehrgarlikka burvatdi. Shu opam men o'qitay desam, kichik o'g'anga yordam qilolmay ekanman. Voy, nima deysiz bolam? Opangizning nima qilish orzusi bordi? Mashinchilik. Mashinchilik degangiz kiyim tikishmi? Ha. Kiyim ash mashinchilikda o'rgangiz bormi opangizning? Ha. Shu kiyim nima opam tikib bergan. Opangizning mashinchilik kursida o'quvchisi bordi. Lekin sizni sehrgarlikka o'rgandiganga berib, shu o'zi o'rganmay qoldimi? Ha. Lekin sizmi ba'zi vaqtlar opamni men o'qisam bo'pti deb o'ylab qolibsiz-da. Jinim bolam. Nimda aqlliq bo'lasiz? Siz nimishqa yig'layapsiz? Opamni ko'rgim keldi. Voyjon. Apangiz yurtda qoldimi? Kim bilan birga keldingiz? Dadam bilan. Dada, apangiz bek yaxshi ko'rgansizda. Opamni men o'qitay desam, kichik o'g'andikin damsiz. Unda bo'lsa, apangizni mashinchilikda o'qitadigan ishni orzu deb keldingizmi yoki o'zingiz sehrgarlikda tarbiyalanishni orzu deb keldingizmi? Opamni mashinchilikda o'qitdim. Apangizni o'qitamsiz? Oyjon, bu aqlli bol bu. Mush aqlli qizimizga bir javob beraylik-chi ko'pchilik. Men sizni birini suyib qo'ysam bo'lamdi? Bo'ldi. Lekin molla usurqim chiqqas maylimi? Yo'q. Unda suymamdim. Maylimi? Suyib maylimi yo suymaymi? So'ysiz mayli. Oyjon. Chiqdi mana.
Kimingiz o'xshash bo'ldi. Unda bo'lsa, menga bugungi arzuyingizni deb bering. Zodi bugun bizningki Şirin arzularning madadkori bo'lgan korxonchilarimizdan ham naq maydondagi tomoshabin do'stlardan kutadigan arzuyingiz zodi nima? Nima ish qilib berishimizni arzu qilsiz? Sehrgarlikda tarbiyalanish arzuyingiz bor, shundaqmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa, siz shu sehrgarlik maharatini ko'rsatadigan sehrgarlardan kimlarni taniysiz? Anvar Ma'lumni. Anvar Ma'lum bilan ko'rishib baqdingizmi? Ko'rishni orzu qilamsiz? Unda bo'lsa, men Anvar Azat Elchin akangiz bilan sizni cho'qim ko'rishtirayman, va'da beray bo'lamdi. Anvar akangizni cho'qim sizni shogirdlikka qabul qilib, sizni tarbiyalashga yordam qildi. Uning ishonchim bor, ham kapolatlik qila olaman. Anvar o'zimning ukamga o'xshash bo'lamdi? Bo'ldi. Xush bo'ldingizmi? Xush bo'ldim. Nima kayningizga yeyversiz? Umak qiz, unda bo'lsa, qolgan dadash akashlarning gapini anglab boqamiz, ha? Qali yillar bo'lib qoldi endi shu pedagoglar bolalarni shu kichigidin tarbiyalashninki doirasi turi xillari xilma xil bo'ladi. Tarbiyalashga ahamiyat berayotgan ham shunday qilganda natija yaratqili bo'ladiganligini, bolalarni iqtidorli, qobiliyatli yetishtirishga mumkinchilik tug'ilganligini isbotlab chiqqan. Endi mana shu tarbiyalash qonuniyatini shu qizimizning ota-onasi oldin o'ylab 3 yoshidan boshlab shu tarbiyaga ega qilibdi. 5,5 yoshida bizga o'zininki kamolatga yetgan mahoratlarni ko'rsatib berdi. Jumladan shu mahoratni harakati orqali Shinjongdagi keng xalq ommasining bo'lib bolalarini tarbiyalashga sal qarayotgan, kerak tarbiyalashimi bo'ladi deb qarayotganlarga bir amaliy bilim berdi, amaliy tarbiya qildi deb hisoblayman. Siz bundan keyin davomli sehrgarlikni o'rganmoqchimi yo maktabda o'qimoqchimi, qanday qilmoqchi? Maktabda o'qimoqchi. Avval maktabda bilim olishni asos qiling, sehrgarlik qo'shimcha bo'lsin. Siz o'qishni tashlaysangiz bo'lmaydi. Birinchi bo'lib bizning kelgusimiz bilimga muhtoj. Siz cho'qim yaxshi o'qib bilim olishingiz kerak. Sehrgarlikni qo'shimcha qilishingiz kerak. Qizim, siz bak yaxshi o'rganibsiz. Boyaqi sizning seriklaringizni ko'rib, men bak xush bo'ldim. Hamda sehrgarlik degan odamningki ruhiy kayfiyatini ko'tarilgan bir nihoyatda yaxshi bir vosita. Men endi xushalligimni bildirish yuzidan mana singlimizga bir yurish sehrgarlik qurollarini sovg'a qilay. Rahmat. Bu bek yaxshi sovg'a bo'ldi, Ayzba. Assalomu alaykum. Qizimiz nihoyatda umoq, sabiyligi bilan onamni o'qitanmagan, mush kiyim tikishdi dedi. Men yaqinda xodimlarimni Beijingda o'qishga o'tmoqchi edim. O'zining sharoiti qandaligini men ota-onasi bo'lmagandan keyin tushunmay qoldim. Bo'lsa, men bilan tushgandagi ayrim kurasa, agar o'qiydigan ishlab qolsa, Beijingda 3 oylik kursga o'qishga o'tib beray. Rahmat. Menda yaxshi. Ayzba bugun opangizning arzusi, sizning arzuyingiz tang reallik aylangan bo'ldi-ya? Bo'ldi, unda bo'lsa, Shirin tush markazimizga marhamat. Ayzba singlimizning Shirin tushi, uning arzu armani sehrgarlikda texmi yaxshi tarbiyalanish fursatiga erishish. Men bay degandek bizning yosh sehrgarimiz Anvar Azat Elchinning MMC klubiga tunishtirib, mush qizimizning keng tarbiyalanish ishlari uchun men nayt po'chilik bilan kapolatlik berdim, shunda qilishga tirishiman. Undaqda Shirin tushlaringiz reallikka aylansin. Umak qizim, bilet tashlashni boshlaymiz. 1 2 3 Rahmat. Karxanchilarimiz. To'liq numur. Rahmat. Shundaq bo'lganda sizning jami nomeringiz 281 bo'ldi. Karxanchilarimiz to'liq biletni sizga berdi. Demak, bizning karxanchilarimiz, bizning kishilarimiz bolalar uchun yanada eng zo'r darajada ahamiyat berishni xohlaydi. Rahmat. Azmaydi. Oy, ma'qul deylaman. Apa, sizga rahmat. Men sizga faqat jafo solmayman. Men sizga bek omroq rahmat sizga. Oyjon. Dada, siz ko'p jafo chekdingizmi? Men sizga rahmat aytmay, rahmat.
Bo'ladi. Bugün de xo'shal bo'ldik. Men siz uchun shunday xo'shal bo'lyapman. Rahmat. Davomli xo'shal turing bo'lamdi? Ma'qul. Xo'shamsa. Ақсу диярдан kelgan bu umoq qizimiz bizga hayronlik, xo'shallik baxsh etib qolmasdan, balki yana bizni talant va ishtiyoq haqida texni astoydil o'ylanib beqishga undadi. Buning bolalarga xos beg'uborligi, kichik bo'g'iniga qaramay yetildirgan sehrgarlik mahorati ko'pchilikni qoyil qildi. Programma guruhimiz Ayziba qizimizning sehrgarlikda tarbiyalanish orzusi uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Shundaqla uning kelgusida qaltis bir sehrgar bo'lib chiqishiga tilakdoshlik bildirdi. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Urumchi Albiy madaniyat taraqqiy e'lon chekti shirkati birlashib ishlagan Ixlos Sherin tush programmasi. Assalomu alaykum. O'tirishga bir ijozat bersanglar oldinglarda o'tirib so'zlaygan bo'lib qoldim. Marhamat, marhamat. Sening onang emasmi? Abduri Hasanjon Osman Turguni. Tashlavatding o'zingcha onang emasmi? Avat edi uyları, bilsen sen bar çağları. O'xshar edi hattoki yaqqan to'qash nonlari. Tashlab ketding onangni, to'pi bosdi uylari. G'eriblikda jon o'zgan sening onang emasmi? Yo'qlimading bir navbat yuragingdan onam deb. Kutar edi onajon mung'i cho'kib balam deb. Kelding faqat mirosqa, so'ramading onam deb. To'pi bosgan qabrida sening onang emasmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishkepsiz. Bu mayrimizni ko'pchilik tundi deb qarayman. Men tunishtirgan qarg'anda yana o'zini tunishtirib o'tsin. Endi azroq bir arzuyim bor, men o'rindab bersanglar, hammanglar shu tomoshabinlarni o'rni oldim, bir turib o'tgandan keyin gapimni qilib bersam, men bir narsani eslatmoqchi. O'rnimizdan bir turimiz shundaqmi? Ha. Rahmat. Rahmat. Endi ustozlarni qo'yib qizib qo'ydim, lekin mening bu yerda demoqchi o'g'lim nima? Sizlarda shunday chiroyli bir jup put bor. Demak, sizlar qo'pmog'icha putning mavjudligini unutdinglar. Hozir boshqa narsalarda xiyolinglar tafakkur qilyotdi. Lekin putinglar haqiqiy rolini ko'rsatganda, ondan men mang'alayman-ku degan bir tuyg'u shakllandi. Men o'zim tanishtirib o'tay. Men G'arbiy Janubiy Tarim neft bazasidan bu yil 28 ning qarsini oldim. Ismim Abu Bakr Muxtar. Men ancha-muncha mana shu tafakkur faoliyatlari bilan rahmat. Tafakkur faoliyatlari bilan ko'proq yurib qolaman. Ancha-muncha yiziqchilik qilib qo'yman, uni buni yezib boqaman. Endi bu jarayonda men kishilarga nima demoqchi deganda odam o'zida bor boylikni o'zi unutib qoldi. Amaliyotda meyibni kim qildi? Atrofdagi odamlar qildi. Uningga mang'idek imkoniyat yaratilmaganda bir uyga solib qo'ysa, u meyibdan boshqa bo'lmaydi. Bu jarayonda ota-onam meni nayt qo'llab, men qandaylik qilsam boshda ansirgan bo'lsa, keyin men ishonch tuyg'usida menga bu musofirni tashlab berdi. Men umrimda mashina haydayman yoki bir ish qila olaman. Ma'qul holatlarni bir Beijing, Shanxaylarga berib sayohat qilaman deb o'ylab boqmagan. Bular men uchun mo'jiz bir ishlar. Lekin oraliqda meyiblarning pira ola oladiganligini anglagandan keyin kuchab boqdim, terishdim. Mening hayotim o'zgardi. Men qaytadan rolga chiqdim. Mening saboqdoshlarim shu jarayonda maktabda o'qiyotdi. Men mana shu ojizlik tufaylidan oliy maktabga o'qish fursatidan voz kechdim. Lekin mening o'qig'im bor. Sharoit yarbamiz qanday qilib? Hech qisi yo'q. Men ular bosgan qadamni cho'qim jamiyatda turibman bosaman-ku deb uzluksiz o'rgandim, terishdim. Oxirgi kelib o'zim bir tor bekatining egasi bo'ldim. Hozir hamda 8 yillik musofirni besib o'tib, hamda torbat ozdir ko'pdir Uyg'urning ma'naviyati uchun to'xib qo'shib kelyapti. Aldı bilan Abu Bakrning g'ayrat jasoratiga hammamiz oprin o'qiymiz. Undaqda arzuyingizni deb o'tamsiz. Men shaxsning arzusi bo'yicha chiqmadim. Men butun Shinjongdagi meyiblarning arzusi bo'yicha chiqdim bu yerga. Endi bugun bu yerga chiqishdagi arzuyim bo'lsa, men liftlarga chiqqan chig'imda 4-5 odamning liftning atrofida turganini ko'raman. Boshdan oyoqqa bir qarab o'tgandan keyin shukr Xudoyim deb o'ziga shukr topdi. Shukrni bunday qilmaymiz. Meyiblarning qalbiga pichoq sanjib turib qilmaymiz.
ularga saq kishilarga qilingan o'xshash muomaladan sirt mehrimiz bilan ularni mang'uzimiz. Endi mening bu yerda demoqchi o'g'lim, korxonchilarimiz iqtisodiy mablag'dan sirt, korxonchilarimiz masalan qo'lida kompyuter sohalarini qilganlar bor. Shuning uchun korxonchilarimizda 15 sarkarda korxonchini ko'rib, intayin qo'shildim. Mumkin bo'lsa, mashular bir o'zinglardan boshlab amillashtirib, shirkatinglarga biradin meyib. Endi ko'z ko'rmagan odamning tafakkurlarini anglasanglar, hayron qolsizlar. Puti ma'anmaydigan odamning ishlashlaridan suyunib qolsizlar. Nayt sog'lom o'tirdi. Demak, sizlarga shunchalik sog'lom bir fikr egisi tayyor bo'ldi degan gap. Ular bizdan nima talab qildi? Kuyinishni, shunday bir xizmat o'rinlarini ashularga taqsimlashimizni umid qildi. Am mening o'ylig'im mash korxonchilar mumkin bo'lsa meyiplarga yaxshi bo'lgan bir xizmat sahnasi o'rinlashtirsa, demak meyiplarning qo'ldan tortib qo'yadigan bir odam lozim. Bu dal korxonchilar. Men korxonchilardan shunchalik suyunaman, ham o'zimni bu ishga bosh bo'lib otilnaman. Kelgusida balkim nurg'ilgan meyiplarni texim yaxshi xizmat o'rinlariga erishtirma. Mening kuchim cheklikkan, mumkin bo'lsa butkul korxonchilar harakatga kelib, meyiplarning o'rtaq orzusini amalga oshirsak, mana shu mening eng chong orzuyim. Ommaviy orzu. Rahmat. Nayti ulug'vor orzu bilan kapsiz Ababakri. Uloqda aziz mehmonlarimiz nima deydikin? Efendimninki qilgan ishlari bizga nurg'un hikmatlarni eslatdi. Masalan, ajdodlarimiz ot topqichi eshikmin degan gapni aytgan. Yana yotqanga beqib tutsunish, tilisang toparsan degandek. Mana shu hikmatlarni bu inimiz amaliy harakati orqali yana bir qatim isbotlabdi. Bu ajdodlarimizninki shu hikmatlarninki haqiqatan amaliyat asosida borliqqa kelganligini tushundirdi. Rahmat ma'lum. Bundan keyin bizlam emas, barliq korxonchilar ehtiyojimizdan chiqishcha shularga loyiq xizmatni teppasak tamoman bo'ladi. Bundan keyin shaxsan mening shirkatim shularga o'zini mayib deb o'zini kamsitayotgan ashundalarga bir kishilik xizmat shirkatimdan bir kishilik emas, nechtisi kelsa shunchalik amalga xizmatga o'rinlashtirdi. Shunga menlam emas, barliq korxonchilar bo'lsa bundan keyin xizmat bilan ta'minlasa tamoman bo'ladi demoqchiman. Rahmat. Sizga haqiqatan endi o'qiyotgan vaqtimda ishlab sizning yozmalaringizni shunda ko'p o'qiydim. Endi sizga yana bir qatim mishada oliy ehtiromimni bildiraman. Rahmat sizga. Endi bizning inson yaxshilik chekish shirkatimiz endi bizmo shu siz boya degandek meyiplar olamdi. Endi bizning bir haqsiz qiziqli telefon nomerimiz bor 470044 deydigan. Endi shu qiziqli telefonni mulozimatiga endi siz tanishtiramsiz yoki bo'lmasa o'zi bizni izlab kelsa, biz shularning ahvoliga qarab xizmat berishni bizmi xohlaymiz. Rahmat. Men Misraning Turbekninki yaxshi ko'rmaldan birisi, yaxshi yoqtirib ko'raman aslan. Dastlabda Ababakirni tanımagan vaqtimda bu Turbekni kim qurgandi? Azab yaxshi bir Turbek ekan deb qilgan. Keyin bilgandan keyin texmo qoyilligim ochdi. Mib turib shunaqa bir Turbekatni vujudga chiqarib, shunaqa bir bizningki ma'naviyatimiz uchun kuch chiqarib o'tdi deb. Demak, sizga nisbatan cho'nqur hurmatim bor. Hamda bayatınki arzuyunuz nisbatan men bizning doktorxonaga bir misolni so'zlab o'tsam, bizning doktorxonamizning bosh organda men bilan birga ishlaydigan bir xizmatdosh inim bor. Bir qo'li mib. Umu o'xshashlar bizning kompyuter tor xizmatini qiladi. Bir qo'li mib palatdi. Hattoki bizning shu tor xizmatini xili bizning qarindoshlarimizni yaxshi ilib boradi. Hatto bu yil o'tgan yili bizningki Xinjiang bo'yicha o'tkazilgan miblar tadqiqotchiligida qatnashib 4 oltin medal, 1 kumush medal oldi. Demak, bizning ashundaq mib bo'lsa-mu, lekin o'zininki amaliyati orqali bizningki qoyilligimizni qo'zg'atgan, hurmatimizni qo'zg'atgan qarindoshlarimiz intayin ko'p. Bizning doktorxonamiz shundaq miblarga qarta e'tibor berish, hatto xizmatga ilish jihatlarida nurg'un yaxshi siyosatlarni qilyapmiz. Yolg'iz bu ishlar emas, balki o'zimizning amaliyati orqali doktorxonamiz barliq qarindoshlar, xizmatchi xodimlar bu shundaq bir mehr muhabbat orqali boshqalarga ilg'ib ketkazishni tashabbus qilyapmiz. Hamda mening demoqchi o'g'limi, biz boshqalarning azobi orqali o'zimizga tasalli tepish emas, balki o'zimizning mehr muhabbatimiz orqali boshqalarga tasalli berishni biz tashabbus qilsak, ham bu shu mehr muhabbat bilan hammamiz birlikda bahrilansak degan umidda. Rahmat.
demek siz yaqinqi yillardan buyon endi o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yaxshi turg'iza oldingiz, shundaqmi Abobekri? Undan boshqa o'zingizning tirishchanligingiz orqali kishilik qimmatingizni yarata oladiganligingizga nisbatan cheksiz ishonchga ega bo'ldingiz. Abobekri bayan men miyiblarga vakolatan degan gapni deyishdan ilgari mening kallamdimi Abobekrining bu xil ahvoli faqat bir masala sifatida o'ylanib boqmabdi ekanman. Demak biz nihoyat normal aloqa qilamizda. Demak buningdagi asosiy sabab Abobekrdagi o'ziga bo'lgan ishonch va uningdagi tirishchanlik. Opirin aytman qarindishim. Odamda bularni insonda qalbi meyiblik, ruhiy meyiblik, jismoniy meyiblikdan ig'ir bo'lsa, o'xshamagan tafakkurda o'zini to'yim saqlaydi. Shu sababdan Abobekirning bugungi tafakkurdagi shu Uyg'ur karxonlarininki yoki vatanimizdagi davlatimizdagi karxonlarning meyibni ishiltish to'g'risida nihoyat yaxshi taklif fikr berdi. Buni davlat buni o'tirib qo'ygan. Meyiblarni xizmat ko'rilashda to'liq pulni beradigan ishdan topib hammani qilgan. Hamda bizni izlaydigan bu 15 tam karxona emas, diyorimizda nurg'un karxona bor. Bu sahnaga chiqmagan, xalqqa hech qanday bilindirmay o'zining yaxshiligini, boshqalarning shirin tushlarini amalga oshirayotgan karxona nihoyat jiq. To'g'ri. Shuningga o'xshash mush karxonlarga ashg'ul tirdiki, mayli quliqi yo'q bo'lsin, qo'li yo'q bo'lsin, mayli jismoniy meyib bo'lsin, har qanday kelsa, har qaysi karxonlar uni agar ishga salolashib ko'ziyasli qabul qiladi. Buningda biz hammamizningki butkul xalqning majburiyati bor deb qarayman. Shunga buningga mushu meyiblar qalbimizni meyib qilib olmay, ruhimizni meyib qilib olmay, jismoniylik meyibni biz yetishamiz desa deb qarasak, mana ko'z oldimizda o'tirgan Abobekirga o'xshash yana nurg'un xalqaro karxonlarni qurgan matematika olimlari va shuningga o'xshash nurg'un leksiya so'zlayotgan, hattoki putmi yo'q holatdagi meyiblarni ko'rdik. Bular nihoyat zo'r natijalarga keladi. Karxonlarning taraqqiyoti uchun bir kishilik aslini qo'sha oladi. Shunga barliq karxonlarga vakolatan mayli siz ruhingizdan meyib bo'lmasa, jismoniy jihatdan meyib bo'lsangiz, kelsangiz, biz sizga bir kishilik yordamimizni qila olamiz deb. Rahmat. Rahmat. Karvon to'rimizning karvon telefon mulozimati deydigan bir kasbimiz bor bizning. Shu Xinjiangda Uyg'urlarda tunji ijozat olganda biz buningda bir 30-60 gacha odam ishlaydi. Biz ham mushunda Uyg'ur tilida yaxshi so'zlay olsa, ko'zi ko'ra olsa, qolgan talab bo'lmaydi endi. Ijozat saq bo'lish, chiroyli bo'lish, o'riq bo'lish, egiz bo'lish, qish bo'lish, buni bo'lish, ma'qul talabni qo'ymasang, aql bo'lish degan bir talabni qo'ysang. Siz nihoyat yaxshi bir mush karxonlar bir o'ylashadigan bir taklifni olib kelibsiz. Buni biz karxonchilarimiz qo'llaymiz. Bizning qaydo shirkatimizning 300 ga yaqin ish xizmatchimiz bor. Buning orasida meyiblarmi bor. Bundan keyin cho'qim ashuna meyiblar bo'lsa, sizlar hamkorlashib, shularga loyiq xizmat berishni hamkorlashimiz bilan. Rahmat aka. Oxirida endi sizningki shunda meyib turib bir saq odamni qilinmay to'r sohasida oldin qo'rinni ketib borsiz, sizning ashundaq ro'yingizga, g'ayratingizga men zavotimdagi 300 dan ortiq ishchi xizmatchi nomidan sizga rahmatimni bildiraman. Ham bundan keyingi texnik taraqqiy qilib eng oldingi o'ringa o'tishingizga tilakdoshman. Rahmat aka. Rahmat. Men sizning shu bekatning bir a'zosi bo'laman. Sizga mendan nihoyat hurmatim cho'nqir. Rahmat. Siz bizga bir nihoyat muhim bir askar ishni berib o'tdingiz, shu meyiblarning karxonada ishlashni. Bo'lib qolsa, bizmi buni burun o'ylashgan, ham sizga bir tavsiya, shu bizning shirkatda o'ltirib qilgan telefon olgan telefon sistem lozim, ham o'ltirib bizning shu ko'rib qulog'i chislab bosgan odam ham lozim. Mushni bir bo'z ikki odam, bo'lmasin bir odam bir tunishdasingiz. Rahmat. Sizga hurmatim o'rnida turib rahmat, rahmat. Hamda o'ylaydiganim agarda imkoniyat bo'lib qolsa, shu o'qiydiganlar bola bo'lib qolsa, mayli bolasini o'qitadigan meyiblar bo'lib qolsa, mening qulamdan keladigan ish bo'lib qolsa maktabda, agar xohlasam o'qiydiganlar bo'lib qolsa, shu iqro orqali qandaq meyib bola bo'lib qolsa, o'qishi sharoiti bo'lib qolsa maktabga kelsa, men haqsiz o'qitib bolalarni tarbiyalashga kafolat qildim. Rahmat. Nihoyat yaxshi taklif fikrlar bo'lyotdi. Endi bizning korxonchilarimizmi meyib qarindoshlarimizga qo'lidan kelishicha yordam qildiganligini, birlikda olg'a qarab yurishni xohlaydiganligini bildirdi. Bu yer yana bir
qısırma qilib qo'ydigan mazmunimiz bizning shu miyib qarindoshlarimiz bo'lsa psixik jihatdagi to'salg'uni yengib o'zini kuchlantirsa bilim egallasa fursat cho'qim ularni izlab bordi deb o'ylayman. Fursat kutib turganlarga emas, tirishganlarga mansub deydigan gapimiz bor. Agar tirishib o'zimizni qurollantirib tursak, meningcha nurg'unlagan kishilarning g'amxo'rligi, kuyinishi, yordam berishi bilan sizlarmi Abobakri Muxtar Misronimga o'xshash o'zinglarning kishilik qimmatinglarni kishilar oldida namoyon qila olasizlar. Shundoq bo'lishiga tilakdoshmiz. Unoqda biz oxirida Abobakriga texmi zo'r g'ayrat, texmi zo'r muvaffaqiyat, texmi zo'r xushallik tilaymiz. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Hammamiz sizdan intayin suyundik, opirin etdik. Sizga texmi zo'r muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Alqishlarimiz bilan Abobakri Muxtar Misronimga madad beramiz. Oxirgi bir yig'il so'zim odamdagi ro'yitidagi bir 1-2 kiloluk bisim qilib olmanglar. Ko'tirish bek oson. Men kunda 85 kiloni ko'tirib mengyotaman. Rahmat. Bizningki MIP qarindoshlarımızga ko'ngil bilish, ular qulaylik yaratib berishni biz programmamizdan boshlaymiz. Undaqda Abobakri Muxtar Misronimga bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1 150 numur mübarek bo'lsin. Undaqda Abobakri Muxtarning jami erishgan numeri 282 numur mübarek bo'lsin. Tunji fasllik ahamiyatli arzuisini tanlash o'tkiliga qadam qo'yganingizni qarshi olamiz. Mübarek bo'lsin. Mübarek bo'lsin. Qizg'in alqishlarimiz bilan Abobakriga va uningga o'xshash o'z arzu armonlari uchun tirishchanlik ko'rsatgan qarindoshlarimizga madad tilaymiz. Ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Hayatning ig'ir sinoqlariga bosh egmay yashayotgan, tirishchanligi, jasorati badligi tiklagan egiligi bilan qimmat yoritayotgan, sahnalarda turmush haqiqatlari va meyiblarning qalbini so'zlayotgan bu jasur yosh Shirinchush ishtirokchilarining olqish va hurmatiga muyassar bo'ldi. U ko'pchilikka meyiblarni kamsitmaslik, insoniy qadr-qimmatdan mahrum qoldirmaslik, shundaqla ular qulaylik yaratib berish haqida bir maydon leksiya so'zladik. Biz Abobakri Muxtarning samimiy qalbi, amaliy ish izlari bilan texim ko'p kishilarga ulga va ilhom bo'lishini umid qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarshi olamiz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum Qarag'anchi ustozlar va ko'rman tomoshabinlar. Aziz diyor Qashqardan kelgan Husinjonning hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Arzuyingiz?
İxlas Kəsbi Tərəqqiyat Çəkiliş şirkəti İxlas Şerin Tuş proqramısı arqılıq şerin tushlarınızı əməlga aşırışqa həmdən boludu. Proqramımızda Şinjan Səbiyyə Kəsbi Tərəqqiyat Çəkiliş şirkəti alayda tələb qıldı. Arzuyum şu bu yıl ben Şinjan Üniversitesi'nin üzdüksüz məhəbbətinin bağıltıraq kəsbə qəbul qılınğan. Hem de aile iqtisadım yaxşı emas, rost gapni aytsam. Hem de öydiklər dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shunchalik g'urbatchilikda meni mush vaqt o'qitib, shu oliy maktabgacha o'qitib, balalarni oldida chandurib qolmasin deb, endi birisidan qarzilib bo'lsinmi, menga pulni avat berib, shunday qilyotidi. Shu korxona ustozlarimdan umid qilaman. Men yetarli o'qish yordam pul hal qilib berishi, men ham o'z kuchimga tayinish uchun hamda men o'g'il bo'lgan ekan, hamda shirkat va korxonalar hamda odatda shanba kunlari va darslik vaqtimda o'qib turib xizmat topishni umid qilaman. Sizni japoda o'qitayotgan oilangizlarning iqtisodiy besimini yengiltish uchun darsdan sirtqi vaqtlarda xizmat tepib ishlamoqchi. Bo'ldi. Aziz mehmonlarimiz. Yushinjanninki mo'nliq naqshlardan ta'sirlandim. Shuning bilan birga yuksak orzu armonlarninki borlig'ini anglab, ham shundoq irodaga kelib, sahnaga chiqib, ko'pchilikdan madad, ilhom talab qilganning o'zimi bir g'ayrat shijoatga kelgandik. Shuning bilan birga bu yigitimizning yana orzusi shu shirkatlar qo'shimcha bir xizmat qabul qilsa, bir tarafdan ishlasam, bir tarafdan o'qisam degan orzular bor ekan. Bumi hozir zamonimiz yoshlarninki talab qilayotgan orzulariga ahangdash va mungdash. Buni keng korxonachilarimiz qo'llasa, shuning bilan birga yuqorida korxonachilarimiz aytib o'tgandek, yana boshqa yo'llar bilanmi o'zininki bir chiqish yo'llarini topsang yuqorida o'quvchilarga keraklik lazimatliklarni yataqlarga olib kelib setish, uningdagi oila o'qituvchisi bo'lish, shuning bilan birga hozir endi turmushlik ishlarimizning yaxshilanayotdi, oilalarninki ba'zi bir tozalik ishlari, qizlar qilyotdi, o'g'illarga xos ba'zi bir rimit ishlari bor. Shular haqida o'zim bir o'ylanib, e'lon berib, shu yo'llar orqali turmush yo'lini topsak, boshqalarga ilhom bo'lsa, bu men ayt yaxshi ish. Shuning bilan birga shunday ish qilib, o'qib o'tib, korxona egasi bo'lib qolgan bolalarmi bor. Shulardan tajriba qabul qilib, boshqalarni yetaklashakmi, bu bir chiqish yo'li. İşlerin o'ngishli bo'lsin, utuqliq bo'lsin, kelgusida shunday yaxshi o'qib, ota-onangga, jamiyatga, xalqimizga bir yaramliq odam bo'lib chiqishingni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat G'ayratjon muallim. Bo'lsa, sizmi beqinishdan o'zingiz chiqish yo'li izlashga bayon muallim deb o'tdi. Shu taraf qarab yuzlansangiz, agarchanda ishlab turib, o'zimning turmushimni hal qilaman desangiz, bizning shirkatga kelsangiz bo'ldi, lekin bizning shirkat siz haftaning biridan 5 qish o'qiysiz. Shundaymi? Yakshanba kuni biz ishlamaymiz. Shanba kuni bir kun ishlaganingizga bizning shirkatdan 2 kunlik maosh beramiz. Rahmat. Undan boshqa sizdan o'qish yordam puliga erishish orzusingiz bor ekan. Endi bunisi cho'qim sizning haqiqiy oila iqtisodingizning tuvanligi jazmlashtirilgandan keyin va yoki sizning kanit yezdimi uy? Yezda. Kanitninki daduy deymiz. Atrofdan tamg'i basilgan, yezdan tamg'i basilgan qog'oz bilan isbotlab bera olsangiz, 1 yillik o'qish pulingizni bizning Sabiya shirkati ustiga oladi. Siz bayaqdan deb o'tdingiz, men bir tarafdan ishlab, bir taraf o'qish ishlasam deb. Bayma korxona qarinishimiz degandek, biz 15 kunda bir kun dam olamiz. Ya'ni kelib bizning ishlaydigan mahsulotimiz yuvish sohasida. Siz agar bu kasb menga mos kelgan deb qarasangiz, biz sizga bir kishi xizmat bera olamiz. Endi o yosh bo'lgandan keyin o'zimizniki tirishchiligimiz bilan cho'qim emgakninki mevasiga erishishimiz kerak cho'qim. Men sizga Intel Madaniyat tog' shirkatimizniki 3000 yillik so'mka daftar qilan har xil o'qitish buyumlarini atlasiga biray haqsiz
Siz şu 3000 yuanlik şu defter qalamlarni maktubingizni setib, bu yo'lda o'qish pulingizni qamdam. Bulamda. Andan keyin agar hamda sinfdagi natijangiz yaxshi bo'lib, sinfdagi tirishchanligingiz yetarli bo'lib qolsa, siz bu shanba-shanbalikda maktubim kelib, buxgalterlik sohasida maxsus tarbiyalaning bizning maktabning ochilgan buxgalterlik kursi intayin yaxshi ma'lumot. Agar xohlasangiz, men sizni haqsiz tarbiyalasam bo'ldi. O'qish pulimiz masalasiga kelsak, ilk qo'yaman deb o'tdi. Bizning Abidashlikning o'qish mukofot fondi bor. Va u 5-oyda biz o'zimizning turbatga e'lon chiqamiz. Shu vaqtda bir turbat diqqat qilib, ahvolingizni iltimos to'shqizib bizga bir evasingiz. Navoda shunday shartimizga tushib qolgan ahvolida sizningki o'qish pulingizni biz shirkatlarni ko'tarib qilib beraylik. Siz de yaşkensiz, karxançılarımı bir iş var bildi. Benim demekçi oğlum hem de şu nurgun etrafımızda nurgun sizdek yaş ballar var. Nurgun sizdemin pek kıyınçılıkları bağlı var. Bizim burun nurgun kıyınçılıklar bilen iyiliktirgen. Bizim hepçörümüz nurgun ballar şunda puluncuk durup yardım kısan olmamda deyilgan ahvalcı. Biz yardım bir qetim qilamiz, ikki qetim qilamiz. Biz davomli yardım qilaversak, shu yoshlarning iyilik tiklash tagi bir xil irodasini bo'shatib qo'yamiz. Biz yordam berdik deb bergan bilan biz bir ziyonkashlik qilgan bo'lamiz ba'zan yoshlar uchun. Chuqur yoshlar boshqalarga yordam talab emas, cho'nglar bo'lsin, qolganlarga yordam qilish maqsadida yasaq bo'ldi deyman. Siz endi ancak müstakilga chiqmoqmi bir oson emas. Chuqur müstakilga chiqqan kelsa sizning bir irodangiz bor ekan. Chuqur meningcha bundan keyin o'zingizning kuchi taynib bir ish qilsangiz chuqur bir cho'ng iyilik tiklay olasiz. Ba'zan kishilarningki yordamiga muhtoj bo'lib qolsangiz, o'zingizning tafakkur qiladigan bir iyilik tiklash ro'yingiz bo'shab ketadi. Meningcha yosh bo'lgandan keyin siz chuqur tirishib bir nishon bilan yozsangiz cho'qim bir iyilik kelasiz deb qarayman. Men miyada o'xshamaydigan bir fikr beray. Bizda iznish ro'yi kamlab ketgan, uzoq bo'lib ketdi. Ma so'rinni biz boshqalarga beqindigan so'rin emas, shirin tushkirilgan. Tushimiz cho'ng, kichik, o'tiral bo'ldi. Shunda holatga kelgan so'rin qilsak degan umidda. Kichkin ishqa siz izdangan bo'lsangiz, balkim bu yerga kelmasangizmi sizga xizmat bor. Hech bo'lmaganda kunligingizga 100 ga, 200 ga, 300 ga o'xshaydigan xizmatlar nurg'un. Hozir ma'lum so'zlab o'tdi. Hech bo'lmaganda remontchilik qilib qo'ygan, to'qchiga shogird berib qo'ygan nurg'un siz bir dehqonning o'g'li. Chiqib miyadlar, menga yordam qilsanglar o'qish pul emas, avval o'zimizga tayinimiz, boshqalarga yolvormaymiz, beqinmaymiz, mushroqni joriy qildirsak biz. Boshqalarning oldida tilinmay yashaymiz bir umr. O'zimizni baxtli his qilamiz. Shun bo'lsa, bundan keyin qatnashtirgan mushirin tushib qatnashtirgan bolalar bo'lsa-mi, tushni g'oyivoniy tushib olmasdan amaliyatchanlik bilan tushsak, izdansak, bizda bor qadimiy ruhni urg'izsak, biz texim yaxshi natijalarni qozona olamiz deb qarayman. Rahmat. Yusinjon. Fukam, sizning orzuyingiz xizmat o'rni tepish shundaq-ku? Shunday. Ma'lumotdan elib aytganda, bu o'z kuchingizga tayinib iqtisod yaratmoqchi shundaq-ku? Bo'ldi. Endi ko'pchilik har xil taklif fikrlarni berdi. Meningcha, o'xshash bo'lmagan taklif fikrlarning o'zining asosi bor. To'g'ri taklif fikrlarni berdi deb qarayman. Meningcha siz oliy maktab o'quvchisi yaxshi tushuna olasiz. Yanala sizning o'z kuchimga tayinib xizmat topma degan orzuyingizni qo'llaymiz. Bayam Qamariddin apanim deganga o'xshash, eng oxirida yana o'z kuchingizga tayinishingizni umid qilamiz. Qani, tush markazimizga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilarimiz 50 numur, jami 164 numur. Afsus, tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkalimizga o'tmadingiz, lekin bayam karxanchilarimiz sizni xizmat o'rni bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Shundaq qo'yinim. Demak, sizning arzuyingizmi reallikka aylandi. Muborak bo'lsin. Bay siz deb o'tgandek, shuncha g'urbatchilikda, shuncha jafodimi, yemay, kiymay, sizning o'qishingiz uchun pul avatgan jafokash ota-onangizga bizning salomdan. Bo'ldi, texim yaxshi o'qing, sizga utuq tilaymiz. Rahmat. Ota-onasiga jafo silishni xohlamagan Yusufjon oliy maktab xarajatini o'z kuchiga tayinib hal qilish umidi bilan bu yerga keldi.
u o'z orzuiga masalda xizmat fursatiga hamda jafo mushaqqatlarga qandoq yuzlanish, irodani qandoq tavlab yetildirish haqida o'zgacha taklif fikrlarga erishdi. Sinoq va imtihonlar bilan to'lgan hayot yo'liga jasorat va umid bilan yuzlaning. Ekranlardagi qadrli ko'rmanlar, bizning bu sondagi sarxil mazmunlarimiz mushada oxirlashdi. Texmi rangda, texmi o'zgacha mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, har payshanba kuni 8:40 da diqqatinglar ekranimiz bo'lsin.